Salom youtuberlar, sizlar bilan yana Doniyor Safarqulov. Bugun sizlar bilan ajoyib bo'lgan yo'nalishni ko'rib chiqamiz, gaplashamiz. Ya'ni Call of Duty Mobile o'yini bo'yicha bundan normal daromad qilsa bo'ladi. Xo'p, o'yinni boshidan tushuntirib ketaman. Bu o'yin bilan siz juda ko'p xil usulda videolar olsangiz bo'ladi. Video uchun g'oya tugab qolmaydi. Va sizlarga ko'rsatib ketaman. iFerk degan youtuber bor. O'sha iFerk degan youtuberni muxlisiman desa ham bo'ladi. Faoliyatini boshlaganidan beri kuzatib kelaman. Sizlarga o'sha youtuberni hozir ko'rsataman. iFerk YouTube kanaliga kirib oldim. Sizlarga eski videolarni, avval qilgan videolarni ko'rsatib beraman. Xo'p, oddiy kamera bilan boshlagan. Kamera sifatsiz, lekin planshet normalniy. Mana shunaqa uslubda ham qilsa bo'ladi videoni. Xo'p. Hozirgi holatini ko'rsataman endi. Hozir o'sha professional ko'rib turibsizlar. Mana videolari, kameralari sifatli. Ham boshida oddiy qurollar bilan o'ynagan, ya'ni tekin bunda ham download qilib, normal pullik qurollari olsa bo'ladi. Xohishingizga qarab, bu majburiy emas. Oddiy qurollar bilan ham video olsa bo'ladi. Xo'p. iFerkda videolarni o'ziga kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu yerda uni daromadini ko'rsatib ketaman. $2,500 dan $36,000 taxminiy daromad bu. Buni teng o'rtasini oladigan bo'lsak ham oyiga $15,000. 15,000. Xo'p, bunaqa natijaga chiqsa bo'ladi albatta. Sizlarga video qilish usullarini ham ko'rsatib ketaman. Xo'p, bu o'yinda har xil qurollar bor. Qurollardan sborka qilib mana bu yerda har xil ko'rinishga keltirsangiz bo'ladi qurolni. Eng yaxshi video nomini ham sizlarga aytib ketaman. Eng yaxshi qurolni qildim, ingliz tilida yozasizlar. Eng bo'lmag'ur qurolni qildim yoki TikToklarda videolar bo'ladi. Mana shu qurollar bilan sborka qilib eng zo'r deb qo'ygan bo'ladi TikToklarda. O'shani sinab ko'rdim deb ko'rsatib bersalaringiz bo'ladi. O'zim ham bu kanal bo'yicha yuritganman avval. O'zbekcha bo'lgan, normal auditoriya bo'lgan. Hozir Telegram kanalimda ham normal auditoriyam bor. Mana shu Call of Duty Mobile bo'yicha. Sinovdan o'tgani uchun men sizlarga maslahat beryapman. Xo'p. Bu yerda hozir bizning qiladigan ishimiz normal sborka qilib yoki bo'lmag'ir eng ishlatib bo'lmaydigan sborka qilib ko'rsatib berish. Bu yerda rejimlar bor. O'sha rejimlar bo'yicha o'ynasalaringiz bo'ladi. Setovoy rejim, korolevskiy rejim, zombi rejim va turnir rejimi. Turnir rejimi faqat juma kundan adashmasam dushanba kungacha ishlaydi. Yoki agar buni qilishni xohlamasangiz, ruletka aylantirsangiz bo'ladi. Bu yerda ruletkalar bor, o'shandan aylantirib qimmat qurolni tushirsangiz ham bo'ladi. Bu ham normalni ko'riladi, lekin bu mablag' talab etadi. Buni keyinchalik qilsangiz bo'ladi. Boshlanishiga pul sarflamasdan oddiy qurollar bilan sborka qilib, sborkani preview qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shu sborkani ishlatdim deb. Yoki planshetingiz bo'lsa, ko'p youtuberlar planshetda o'ynaydi. Mana korolevskiy rejimlar bor, o'sha rejimlarni o'ynasangiz bo'ladi. Mana ikkita rejim bor. O'zingizni qo'lingizda ko'rsatib qo'yasiz. Telefon bilan planshet videoga olinadi. Xuddi iFerk o'ynayotgandik-ku boshida. Shunga o'xshash. O'zingizni ko'rsatsangiz ham bo'ladi, ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Agar o'zingizni ko'rsatib video qiladigan bo'lsangiz, tezroq tanilasiz. Agar kimda savol bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz bo'ladi yoki описаниеga kanalimda, Doniyor Safarqulov kanalimda ham, Call of Duty Mobile bo'yicha kanalimda ham qoldiraman. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan Doniyor Safarqulov bo'ldi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.